problems learning and having so much fun. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Misr Al-Ihramning siri. Assalomu alaykum. Weibo bilan uning do'stlari Misrdagi Kayroga yetib kelib, bu qadimgi Al-Ihram ichiga yoshirilgan sirlarni yashmoqchi bo'ldi. Jizzaxga yig'inlarni qarshilaymiz. Bu Al-Ihram nima degan egiz? Albatta. Bu tarixdagi eng egiz Al-Ihram. Qadimgi zamondagi 7 cho'ng mo'jizdan hozirgacha saqlanib qolgan birdan-bir mo'jizasi. Yura. Ular ichining qurilmasi sirtqi ko'rinishidan hayron qolarlik deydi. Salom mehmonlar. Bu xil ishni ko'mabdikaman. Uchar it. Salom Tugapandi. Men ucharist Weibo. Bu ikkisi mening do'stlarim Henry bilan Baby. Sen va do'stlarim bilan tanishganimga intayni xushalman. Men Anpo. Men bu atrofdagi eng ilg'or, eng kasbiy Jiso al-Ihromining sayohat yetakchisi. Agar ishonmasanlar buni ko'rib beqinglar. Bu zanjir bek chiroyliqkan. Menga beramsiz? Albatta bo'lmaydi. Buni 4600 yil burun xon jamiyati tugib Firavni Jiapas bo'ynidan ammay taqagan. Men bu bo'ynimdan ammay taqayapman. Ondaqda men sizlarni sayohat qildiraymi? Albatta shundoq. Men azaldan Al-Ihramning ichiga kirib baxmagan. Biz qandoq kiramiz? Hay, do'stlar, ammada menga qarasanglar bo'ldi. Men bilan yuringlar. Hey, qarmoqqa bu taraf bilan u taraf o'xshash ko'rindikan. To'g'ri. Bu kirish eg'izi qayerda? Mo'shiyada edi-ku. Biz nada? Men bilmedim. Kechiringlar. Bugün bu yerga kelganimning 2-chi kuni. Men yangi keldim. Bu yerga kelishdan burun men sayohat bilimining ishxonasida xizmat qilatdim. Agar biz muvaffaq kirish eg'izini topa olsak, meningcha biz hargiz ezib qolmaymiz. Lekin bu yerda men qanday chiqib ketishni bilmadim. O nima ovoz? Chatoq bo'ldi. Bu nima? Bu Jiso al-Ihromidagi momiya. Anpo to'xtab tur. Tutuzlar. Jiso al-Ihromidagi momiya keldi. Weibo, men de qo'rqyapman. Mening momiya bilan xo'shim yo'q. Ben qisilib qoldim. Hammamiz bu yerga qopsilib qoldik. Bu sening kasabiting Anpo. Uning degani to'g'ri. Sening bu qirg'in bo'lmadi. O'zingni tasirbilikda bu edi. Kechiringlar. Sizlardan o'tinay, meni tartib chiqarib olinglar. Uning degani to'g'ri. Hozir urush talash qiladigan chog' emas. Biz Anponi tartib chiqarib olib, chiqish eg'izini tepib chiqishimiz lozim. Kel Henry, billa tatayli. Sizlarga rahmat. Tatqanning foydasi bo'ldi. Kuchanglar. Nashti qilmaganmi? Bekra kucha. 1, 2, 3. Henry! Yaraysizlar ko'pchilik. Haqiqatan yaraysizlar. Bak yomon kelsizlar. Rasululloh. Ilq qushqini. Weibo! Baby! Qutqizinglar! Momiya yanıma geldi. Momiya! Ay, xo'sh. Seni ko'rganligimda ben xushalman. Chunki bu yerda chiqish eg'izi yo'q. Shunga qanot qoqmasam bo'ladi. Meni qo'rqitadigan ovoz chiqargan senmi? Men azaldan undaq ovoz chiqas bir kimni qo'rqitib bo'ldi deb o'ylab boqmagan. Ko'nglim bak yerim. Ko'nglim yerim. To'g'ri. Ko'nglim bak yerim. Uning ustiga bak uzun vaqt bo'ldi. Sening nemishqa ko'ngling yerim. Qarg'ina.
O, sen şahmat oynawatamsan? Oo, sen bu oyunni bilemsen. Men degan hammani bilaman. Şundaqmı? Ondaqda sen men bilen bir qol şahmat oyna bulamdı. O, kechirgin. Men Musa bilan o'ynashni umid qilatdim. Lekin mening do'stim Bivo bilan Bibi meni saqlayotdi. Yana bir Anpu degan to'gimi bor. Ular cho'qimadan ansirib ketdi. Biz Al-Ihramdan chiqish eg'izni topolmadik. Ondaqda. Bo'lmasa undaq bo'lsin. Biz bir savdo qilaylik. Agar şahmatda meni yengsan, men seni chiqish eg'izni beldigan kishining qishig'i elib baray. Agar men uturib qo'ysamchi? Ondaqda biz davomli o'ynaveramiz. Ondaqda men sen bilan baslashib baqay. Shesh xil atayli. Kimning nomeri cho'ng bo'lsa, shu boshlasin. Bash, sening qanday cho'ng bo'ldig'ingni ko'ray. Henry! Henry! Men qo'rqyapman. Baby qara. Bu sening ajdodlaringning yeri bo'lishi mumkin. Men ajdodlarimdan ko'p chiroyli, shundaqmi Beybo? Oo, mushuk qadimki Misrda intayin e'tiborli hayvon edi. Bu mushukmi? Mushuk hozirmi o'xshashla intayin muhim hayvon. Henry'ning sog'-salomat bo'lishini ham qabih mumiyaning qo'rqishiga uchramagan bo'lishini umid qilaman. Oo, bu rostli xo'rnig'anliqqa. Ha, ko'rgansan, men yangdim. Men burun Fir'avnni va donishmandlarni yengan, lekin azaldan bundaq tez yengib boqmagan. Sen va'dangni cho'qim amalga oshirishing kerak. Meni chiqish eg'izni bildigan odamning qishig'i eppa. Bo'ladi, men bilan yur. Vah! Qara, bu tosh jasad sandiq ekan-ku. Bu nima? Oo, umi? Agar sen seni elib chiqib ketadigan o kishi bilan ko'rishmoqchi bo'lsang, tutqishni so'liq tart. Bo'ladi. Hey, sen qandoq yaxshi ish qilding? Men so'l tarafga tutqishni tortdim. So'l tarafdagisi. Chataq bo'pti. Nemish bo'ldi? O'zing erkin to'tdiga. O'zingni erkin to'tdiga. Mumyakan. Qo'rqma. Mo'miya hech nima qilmaydi. Bebe, sizlarga hech bo'lmadi. Henry! Lekin hozir biz nada? Meni mo'miya bu yerga boshlab kelgan. Chunki bu tosh jasad sandiqning ichidagi birsi Al-Ihramni qadam chiqarishni biladi ekan. U boshqa bir mumiyami? Bizni ib chiqib ketalisizlar. Mening nim bo'lishi bilan ko'rim yo'q. Men faqat so'l tarafga tutqishni tassammi bo'ldi. Shundaqmi? To'g'ri, rost aydi. Undaqda hayronlik bo'ldinglarmi? Biz birdan turib tursak bo'lamdi. U nima? Hey, nerga ketinglar? Men uxlayapman. Hey, Lamshes, bular sening yordamiga muhtoj. Sen necha ming yil uxlading? Nima? Men faqat muydab qoldim shu. Sen-chu, varangchilik qilib kelgan shundaqmi? Men undan Nima? Oh, hayvatlik mushuk. Meni kechiring. Alayda hayvon. Mening o'rinligimni kechiring. Men sizning ishchan chaqiringiz. Men yordam qilishga tayyorlanib bo'ldim. Rahmat sizga, qasraqli qo'ng'iz. Qaranglar. Men Lamshes. Cisa al-Ihromining oldin bilar mutaxassisi qasraqli qo'ng'ir Lamshes. Bu al-Ihromdan ayrilmoqchi bo'lganlar cho'qim bu tepishmoqni tepish kerak. Tangrining qo'li, o'yin quroli. Yana al-Ihrom ichidagi al-Ihrom, ostidagi al-Ihrom. Endi men uxlayman. Baya bekli qo'rqib ketdi. Buni qaranglar. Buning nimasi borligini bak bilgim bor. Hey, buni ko'rib beqinglar. O'yin quroli, tepishmoqda degan shaxmat kishishxon. Biz bu teshiklarni tepishmoqni yeyishadigan narsalar bilan tosh qursak bo'ladi ekan. Bu bek oson-ku.
Tepishmoqda yana bir jumla bor. Ilohning qo'li. Mushuk qadimgi Misrda ilohga o'xshash e'tiborlangan emasmi? Ya'ni Oh, bak yaxshi bo'ldi. Oxirgi jumla nima edi? Al-ihrom ichidagi, al-ihrom ostidagi, al-ihrom. ikki al-ihrom. Biz al-ihromning ichida. Sening burnining ostidagisi. Ey, seningcha foydasi bo'ladimi? Sinab boqayli. Oh, Fir'avnning yo'lvisi rostla odamni hayron qoldirdi. Bak yaxshi bo'ldi. Biz chiqdik. Anpo, sening zanjiring. Ansirma. Ben onu tünügün al-ihramning ishidan tepib olgandim. Sen al-ihromga kirgandan keyin cho'qim sayohatchilar so'zlab beradigan nurg'un hikoyalaring bor. Albatta, sen al-ihromni bakrak tushungandan keyin. Balkim degining to'g'ridir. Rahmat sana Veybo. Bo'ldi ko'pchilik. Biz yana keyingi joyga uchib berishimiz kerak. Ba'zida eng qiyin savolning javobi burningizning ostidalar. Kichik do'stlar, xayr xo'sh.